O'zbekistonga keldimmi? Nima sabab keldimman? Men maydalayman deb keldim mana shuna qariyalarni. Dekabr oyi kulachka bo'lar ekan. Aql yetadimi kulachkaga urush qilishga? Ko'p gapiryapmiz, odamlar yoqmayapti. Videochi bo'lib ketding, gapchi bo'lib ketding, video bilan urush qilyapsan, u odamlar yoqmaydi, odamlar desiva yoqadi. Dekabr oyi urush qilamiz, kulachka bo'lar ekan. Xumoaringni butun Helsingini chaqiraman kuzatishga. Men yutib qo'ysam, o'sha o'yinni butun kambag'allarga tarqatasan. Bitta o'yda eng kambag'alni o'sha ringni ichiga chaqiramiz, o'sha o'yni beraveramiz. Agar meni yutsang, meni ham sog'inma o'sha kambag'allar. Gap bo'lishi mumkin emas. Men O'zbekistonga nima sabab keldim? Men yuraversam bo'lardi Tailandga. Keldim. Men sanlay o'xshagan video gaprashina qilayotgan bolalarga panatka berib qo'ygani, o'zini yo'lini chizib berib, yurishga yurdiravergani sababli men keldim O'zbekistonga. O'zbekiston bayrog'i ham meni yaxshi ko'rgan xalqimni yonida jang qilishga. Keldim, senga o'xshaganlarning mazasini qochiraman. Xohlasang dekabr oyiga jang qilamiz. Nima deysizlar mushuki?